Mijit direktor akam. Bu yil Mijitkamda ikki cho'ng o'zgarish bor. Birinchidan shlapsa almashdi. Ikkinchidan ko'zoynak almashdi. Lekin ikki narsa faqat o'zgarmadi. Birinchidan vaqt qarshi. Ikkinchidan bosh direktorlik o'rniga bo'lgan intilish. Uchinchidan oppoq paqirab turgan bishi. Lekin bu yerda yana bir mangu o'zgarmas haqiqat bor. Deb qo'ymanglar. O bo'lsa-mu bo'yitdaqligi. Ummaq Ro'shangul, bo'dak Ro'shangul. Alman desam tegmagan tuglak Ro'shangul. Bu yil Ro'shangul shundoq haqiqatni his qildiki, shokoladda qahvaga chilab loyda qilib yesa, nihoyatda mazali ham yeyishlik bo'lganligini his qildi. Pah, nima degan yeyishlik ya? Hurmatli xonimlar, apandilar, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga Appa Aynur degan she'rimni o'qimoqchiman. Hammanglarning huzurida anglashni chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Appa Aynur tün yerim qaqshal sunaklarni yoritmoqda Aynur. Arzimas ishlarni ko'rib yangi nafas oldim. Oylandim barcha yaltiroq qo'ng'izga. Meningdimi o'zgarishlar nihoyat cho'ng bo'ldi. Chunki she'rlarni quruq deklamasiya qilavergandan og'ang'i silib naqsh qilib yetivas elegirkan payz bo'lganligini his qildim. Lekin faqat qamlashtira olmadim, qaranglar. Bu yoq Maviron ko'rinishda bak cho'ng chiroy, lekin ishxonaki hammalardan kichik. Shunga biz buni akiltib, Shoma deymiz. Shoma bilan mening og'inam Minxo ishkisining chiroyli o'xshamaydi. Lekin Uyg'ur tilida tushunish olsun yoki o'yin o'ynash olsun, hammasi o'xshash. Tillerning qo'yniga ko'rlashining kumushran ay deriza sirtida meni eslab Mishqola qilmasin. Voy, nima ish qilyapmiz qizlar? Ha? Voy, nima ish qilyapmiz deyapman. Ha? Va? Va? Jesiva? Jesiva? Senda shu bak ish qilma? Ha? İşte. Yemamsiz. Atosab ketdim. Tartma qo'lingizdan, tartma. Nima ish qilyapsiz? O. Kahve, şokolad, Ro'shangulska. Voy, mush narsani ichib, yeb, yana nega borasiz? Shokoladdan chiqib, qardab ketasiz, ukam. Ami qara, mami qara. Mush badaningiz bizning shirkatga yetarli. Buningdan bak eshib ketsangiz, chataq chiqadi-ku. Ha? Aytasiz? Qiziq qizlar ekanda. Qizg'alay deganmishlar jiq yeb jiq ichamda. Ayjib ketgan. Xanga yedi qayamda. Xangarani chiroyli qilsam nima dey? Qiziq ekanda. Yasha. Shaqala qilib ketgan mana. Nima qilaversan bular? Ha? Nima qilaversan? Qiziq bolakansiz deysizlar. Ha? Jinim ustidura. Ha? Mush xizmat vaqtida, boshqa bir ishlarni aralashtirmasanlar nima bo'ladi deymanda. Ha?
Voy bu boshqa ishni aralashtirgandan keyin, ha? Bu xizmatga ta'sir qiladigan gap. Ha? Bu xizmatga ta'sir qilgandan keyin, men vaqt ketdi, vaqt. Ha? Bu vaqt ketdi deganlik, demak, ha? Xizmatning önemi ko'rilmadi deganlik. Bu xizmatning önemi ko'rilmasa, ha? Albatta ish to'xtab qoladi, ish ilgari bosmaydi degan gap. Undan bo'ladi. Vaqt. Yaxshimisiz? Ha. Voy, ha, qanday ahvolingiz? Voy, yaxshimisiz? Shundoq. To'g'ri. Men Mijit direktor. Ha? Hozirmi? Mushtobning o'zidami? Bo'ladi. Xotirjam. Birdamdala. Vaqt degan qalba, vaqt degan oltin, vaqt degan o'q, Vay. Adabsiz. So'zlar bosib o'yitib baqir. Shuningga, ha? Fikrim. Diqqat qiling. Jo'yi. Ha, shoma jo'yi. Ha? Burunyi, do'mizindagi gungsu burunyi. Ha, anjing shijan jihu. Ha? nega turishima, nega sho'shedi shuqova. Gungzoda shuquma bu yo'q. Shimishim. Ha, niye soda xoshun? Ha? Jo'sham nega men xoyam vada xoshun deydi. Ha? Ishqilimi shu. Shunaqa daq. Men bosh shirkat berkilay. Ha? Tez kelib muhim ish bor. Ha, anda bo'lsa sizlar ishinglarni davom ettiring. Jishugung. Ha? Yani men chekitiblar o'zinglarning sanamiga dasizmi? Ya, fikrim. Tuzum bor. Ha, fikrim. Baş direktor olmagan bilan men Mijit direktor bor. To'g'rimi? Men berib kelay. Xizmat. Xotirjam menga aka. Sen boshqa. Voy. Qaraysa. Xo'sh. Sizlarcha pozikamni odat kim chiqadi? Şoma bildi ben. Bilermen. Hem de bildi bu. Bilmem. Ne tarzımca? Pozikamni o'rniga. Chiray, o'g'li qiz. Emas. Mishtkam chiqdi. Mijitkan? Eğer pozukama olmasa Mijitkan çıksa, Mijitkan'ın xizmetini kim kıldı? Muşumu o'ylashiga ishmar o'shangan. Ha? Nertasiz buni? Ya o'ylab bakma. Sizga shirkat uchun eng tirishib ishlaysiz. Eng ishchan, eng ortiqchisi bo'ladi. Shoma. Shom texnikam yuqori. Ha? Lekin kimga qaraganda men ham kelishgan, ham qomatli, ham so'zga usta, ham adabiyotni yaxshi o'qigan, unisiga men shirkat uchun eng alayda odam men bo'lgan ekan. Shunaqa bana artık o'ylashdan başladım. Qarang tabii. Bu Mijitkan'ın orucu baş direktorga en yakın orunda. O işlerinin tepsili, mezmunlarını, hem yollarını ben beklek bilmeden. Şuna ben layık qanday o'rin demasam. To'g'ri. Siz eng mas'ulsiz. Ya sizdan boshqa odam bas kelmaydi. To'g'ri. Ya u aniq bu. Sizga kotibsiz. Kotib u o'ringa bas kelmas. Kim bas keldi Roshangal? Hey, onun üstüne Mijitkan'ın en yakın adamı siz emasmi? Mijitkan'ın işlerinin hepsini siz kılıp atkansınız, ha? Ne vardı? Sizden oyunuzda başka adam ekip olsa koşaydı. Mijitkan'ın hem işi aksaydı dedi. Mijitkan'ın işi aksaydı dediğin gap. Bizden şirket veyran buldu dediğin gap. Veyran buldu dediğin gap. Hem böyle işten toktayımız dediğin gap. Bundak takdir qilishimiz yaxshi emas. Shunga Roshangal, siz bizning taqdirimizni o'ylashingiz kerak. Ha? Siz bizni o'ylang, ko'pchilikni o'ylang. Ha Roshangal. Uning ustiga
bu şirkette menimdek bir erkek durup undaq egri besimni sizga tushirib qo'ysa, jamoat nima deydi? Ha? Tepikmi? Ha? Sat emasmi bizga, sat emasmi? Onun ustiga buni yurak chidamaydi Roshangul, ha? Rahmat. Chidamaydi. Rahmat. Siz buni so'z qilmaydi. Oho. Bilmem. Ha?哎，如仙哥，三妹，你们的这个思想啊，哎，我给你们说啊，这美籍这个啊，他是当了这个总经理，这个活嘛他干不好，这个工作嘛是必须啊会电脑，而且业务熟练，而且还是啊，哎。是受过专业培训的人才才行的。多了。哎，小马多个的。哎，这个公司不能没有你，全公司你电脑知识最高，不是吗？是这样的，这个没必要跟你多解释啊。你新来的，很多事情你不知道，你还需要学习。再说你的主要职务不是管理，啊，是掌握电脑知识。电脑电路，我们公司电器，还有等那些主要的电路，还饮水机的电路，水管子水路，下水道等等。你既然要维修的话，我和罗山哥又不懂这些，除了你，没有人能干那些事。你这个也干，那个也干的话，你工作量太大了，你压力过大。我们公司还会出事，所以最好的选一个不影响公司的人。所以我们配合销售，以后做好本职工作，要努力工作，发展我们的公司才行，全力以赴才可以。咱们还是好好工作吧。哎，这个三妹说话水平高得很嘛。Orallah yeri var. Bek ornu var. Hata mı? Yo, doğru. Doğru. 哎，对，你说了最标准的汉语。bilmem.你听懂了吗？yaxshi. Tushunibdi. Tushunibdi. Demak, bu shirkatni mendan boshqa odam bo'lib chiqarmaydi. Keldin mi? Otur. Mecit'e. Ha. İşlep ketdilar. Ha? İşlemey neymiş qilyapti biz ham ishlab shu. Qiziq gap qildigan qiz bor ekan-da ma. Ha? Odamning eg'izini berishlar. Ha, dalqam bitib gapni qilib, biz eg'izga qilib qo'ygan. Shu, Mistka, xapama, ko'ngling gapmi? Hazilkam yo'q, mushtaq og'iz ochirib qoldi. Shig'nas. Mening eg'izimcha qarang kichik vaqtida ichib o'tdik-ya. Opam ichib qo'ygan og'zimni. Vay yiminglar bir og'zingizni tutgan. Vay bir seni ma'ashdim demidi og'zingizni. Shu har qanday odamni shu onasi ochudi og'zini. Uning uchun mana eg'izlantirdi deymiz. Qiziq gap qildigan qiz bor ekan-da bu. Hozir bir gapni qilsa yani o'zini gibi qilib. Baba odamning kayfiyatiga qarab bir ish tutmas ekan. Katib bo'lgan ekansiz. Qanday degan qandash bu? 就是嘛，这乳腺国就会发嘴皮子，要不然我们早就听见美吉这个从公司带来的消息了，对吧？Ay, zo'xasaliye, zo'xasaliye. Ha, shirkatdan xush keldim. Xush xabarlar. Ay, bir o'tdag'ini jinim tutgan bir o'tdag'ini tetimagan she'ringni o'qimay adam o'tdag'ini qo'chilay. Birsi danqam gap qilgan, birsi tetimagan she'rni o'qigan. Qanday degan gap bu? Nima bo'lganini qilsa, qiziq bo'lar ekan-da, ma'va. Mejitga xopamaga bo'ldi. Men shunda qiziq bo'lsin debdi. Qiziqchilik qilgan edim-ma. Ha? Sizdan bir yerda ichib qo'ygan serik yumikingizmi bu qiziqchilik qilgan?
qildigan ya bu shirkat mavi. Voy. Pazlıkam şu keyfiyat kötüren gün şu sana iş yakışmağında digelmesi. Şu ağaçta kıtma kapılmağa meclitka oldu. Şirketten değil. Yaqiniga askamsiz, yaqiniga nirvab o'lib turgan vaqt, qo'dinishib turgan vaqtda qiziq. Manda qilgandim ballar. Aka bu şirket zaten nimdete hoş hayatına yetkizdi aka başta. Nima deydi? Bosh shirkating nima deydi? O'ylasizlar. Ma bizning shirkatga yangidan bir direktor keladi, direktor. Ha, ayol tushgan, xotin kishi. Texnik boytaqmish. Ma shirkat biz boytaq ochdan ishga boytaq qo'yibdik mana. Nima o'ylaydigan deymi bu bosh shirkatda? Ya bu boytaq ishlab chiqargan shirkatmi bu? Canım aka. Yani direktörü o'xshab chiroyli. Va shungina og'zini tinamskan. Rayhonda, qani va Rayhonda. Rayhon direktorni qishib ketamiz. Azim nimdidim ben deyman. Nima qiziqga men nima qo'ydi bu bosh shirkat nima qo'ydi deyman. Bu direktor avatdan deyman. Bizning shirkat direktor ishlab chiqaramda. Ha? Tumani mana avatdan da maash ham mana direktor avasi. Mani qalatish kerak-da. Tamma shuni. Nima? Nima? Men paxtashga so'ngda qarishdilar menga. Xizmatingni qilinglar. Ha? Anandaki mavi. Ayınkildiği ayal direktorlarını qanday tutib olsizlar? O'ylab qo'yinglar. Qallanglar. Bo'ldi chatoq aka, xotirjam bo'lib kutib olishni cho'qim yaxshi o'rlashtiramiz. Gap yana mashina qilib kasganman she'rimni o'qib, she'r yozolmasa o'qiganman, ha? Ha? Sizmi baqofkam? Pazilkam manda degan, pazilkam anda deganda o'tgan savab qildi sizlar. Yana ma direktordim yana tanqidishib yurman. Ey, nega? Ha, nega limenda, ha? Shoji limenda nega vardı tunshima? Bu yoq var, ha? Ha? Bu yoq var. Ha? Kumzoshni bu yoq var. Ha, nega şimdi lingo layla kala mani doqa o bu fuza oginijam, ha? Ha, voy jin qo'l, ha? Shoji, ha. Kumzo! Ishla! Yanıcı. Şu ya. Ben çok da yaşattığımda cicim gelgen yer, cicim gelgen cicim çok çok belki doğama işisi. Bir nasıl var ki ama Ya? Gel otur. Tatmaya otur. Ha, et degeni hoş geldiniz birader. Ha, şu abaydan ha. Üzümüzden gittiler, kitap siz dikkatime kattık set tuttu. Ha, Endi bu xizmatda ishlash kerak. Chunki bu xizmat vaqtida endi bu qalayotgan ishlarni aralashtirolmayman. to'g'ri, nima taklif qildingiz? Ammo turqingizda sizning shunchalik bilimliliginiz chiqib turdi. Adabiyotni yaxshi o'qigan she'r qo'shoqlarga aqchan cho'qim arsingiz va ishkalar cho'qim kilish O'tirasiz. Betchiq gap qilgansiz juma, nima gap qildik qilganlik bu. Oshtoqlamdimki? Voy men ustanlar qiz o'tirganda qalayotgan tutsiz bu yani. Ha, şu aytgan daha şu kap ben chiqam bir yog'ush tutib kasam shunga maash qilsa ondab mandab gapsa qara bir mosh gap qishim deb ne ishim siqib durmosh eda ham shu yerini shuan ishim ishlama keyin sizga qolib qara shuan mushtaq ashtaol qara shu. Bu qiz ashtoqroq. Bu qiz ashtoqroq. To'g'ri tushundim. Qiz olgan kelsa ilmiy ovozingizni sal tuyaroq qilib gap qilsangiz. Anda deb ilmiy gap qilsangiz o'zingizni da yo'g'on bo'lgan ekanchi Bu qiz cho'qim tuzib ketdi. Bir narsa deysiz? Ichidan nasbami? Turibni suyda ham nasba bo'lishganda. Menimcha Ro'shangul bu birodarimiz kiyinishlar qaraganda cho'qim qahva ichsiz bo'ladi. Qahva va choy va qarang. Ha, choy. Choyma? Ha. Ro'shangul qiziq damlar. Mehmonga yaxshi gapsiz. Oldingiz chiqamay mushtaq bir ishda bormidi, ma shirkatda endi mening oldimga o'tirgan xizmatchi yo'q. Men bu shirkatda gap Mana choy. Choy? Tatmay ya. Choy bak. Ma choy sal qiyni bo'lib qopti, ha. Bunda qiyniq choy esa salomatlikka ziyonliq. Sal sustaraq qilib qo'yamiz.
Shu ko'nikcha degan. To'g'ri degan o'zi badan salomatlik birinchi emasmi? Qolgan ishlarni o'ylasak, qanday to'xta, yeng bola batdi, yeng bolalarni nima tashviqot qilib Mana so'z chay. So'z shunda bek so'z bor. So'z nima shu? Hech nima yo'q. Qaynoq suvini keldirdingizmi? So'z keldi, o'sha rangi qarab ketdi shu. Chay baqilib Charchab qo'ydingmi? Siz katmara? Katya? Unda hozir meni bosh direktorning oshxonasida, ma'mur direktorning oshxonasida aytib chiqamsiz, men bir ko'rib o'lchab Mavjud, bosh direktorning oshxonasiga. Ma'mur direktorning oshxonasiga. Ha, topdim. Bu odamcha xiyri emas. Bu odam sizga mishkam degan bosh shirkatdan kelgan muavin direktor. Dal shu. Ay Sami. Ayol kishi deymanda, ayol kishi. Men nima mamiyadiki qapoq. Ayol kishi degani go to'g'ri, lekin bu kishi kelibdi. Kishi olib qo'yganda. O'zgarishib qolgan. Hocam bir o'zgarishlar qilib ketdim, men boshlab kirib qo'yapman. Shunday. Semiye. Müşengül. Madem Jongshuçe. Burası bizde çıkan bu. Usta, amma qittim shundan qolgan ishxonada cho'ng bizga o'xshaysizlar. Endi bir bulunga qahva ichib o'taqda yaqib qo'ysiz o'tga xafa bo'lmay. Müşengül. Ya siz yana yanma yep içişine geldi. Bakkan yerilip ketmem diye. Semiye. 新客我们公司吗？不是做这个咖啡生意的，要不然这个乳腺菇嘛，肯定让我亏本的。Hey, ağzım keldi deb hammaga davaman. Voy men mushumda jafoliq ishlaganken bir tarafda ishlab bir tarafda aramalayli deb davatman bu gapni. Mashtaq o'ylabsiz-ku. Ha, işte o'ylagan shu. O'ylagansiz to'g'ri. Men ichmayapman qahvani mashxonada, sizlar qattiq ichmaysizlar, sizlarning gilingan qahva etmaydi. Sizdan matobar. O'ytan. Qana ustalarni almashtiramda? Cuma. İpuma kombinasyon. Tiyip olamsiz ya. Ha, ustam. Amal var. Şu ustalarning bir-birini chiroyini ko'maydigan qilib qo'ysa. Ha, nima ishlatdi? Unda ham qilmasak bo'ladi ya. Bo'lgan men demakchi, hozir o'tiraylik demakchi bor. Kope. Kopa. Yaqindan yordamni bo'lmaydimi ustam? Semiye. Müşengül. Usta.这个地方先这样子量完以后嘛，怎么样下料，怎么样装修的风格，然后他开工了，知道吗？对。Usta, qanday ma o ishxonadan da ismini ishlab qolsak damog'idek bir aya chiqdikmi ya? İsmini işlesek damağıda. Ha. Voy siz ismini işleyen dam olamsizmi? Ishlab o'tamanmi? Qanday yer ismini işlese dam oldu? Bu ismini ishlash deganda vaqt unumini kafolat qilish, ortiq ishlarni qilish degan gap. Tushundingizmi? Oy, ustam. Bizning xizmatlarga qilib aytmoqlar kerak. Demakchi o'g'lim qarang ustam, alqi na ishlab qolsak kechlari kirib qoqmay ishlab ketadigan vaqtlarimiz bor-da. Unda vaqtlarda uy qaytqimiz kelmaydi-ku, yeri cho'chib ketganda kechda. Shunga ishxonalar. Ha, yo'shamaydi-da, yatilg'a yo deb bunda. Shunaqada. Shunga degan yerim-da shu. Voy bir xizmat qilgan uylanda ada. Mushunda qo'rlig'ingizni semagan qiz olgansiz.
usta deb bezdim jinimni chiqirmasa bezekchi. Qilib bilan semiz o'rqimni ölçmet, femani ölçdiler an beri. Ey bodak. Nima? Ey boyak şükür qanı uçmamsa. Men sana mana yig'ildagi ishxonani o'zgartirib kelmadim sen. To'qvarlar ishxonaga oyishqamoqchi bo'laysan. Seyin. Rushenguyi, Joshua. Şurada çırpar ha. Gel. Yüzü atom kapakları gözlerim sen küçük göz suda kadoşmamdı. Ben sandıkta ekmesini zamanlar için buyumuz hele iyi geldi. Tamam. Başka yogan bir. Kadar konuşan sen güzel olan aslında bunu da çizer. Hadi neyse. Kadar konuşan. Oy boldi. Oy nima? Boldi ya. Bezekçininki. Oy Rushengu Maria şirket. Sen diye. Ay, qusqima chirag'imga. Ya Rushengu ma şirket. O şirket Urvasa? Adam bunu Boldi qiz bola bo'lganda nima qilsa ya? Sizmi burada bu şirket? Hey, mushu bolam bir yerda ko'rgan chiroy. Ha? Yiliq bizning konu ishxona qattiq jidal chiqargan yerim mushugu deb o'ylagaydi. O'zining deyishi qo'sh kezak okspamesh. Boshqalar ishondi, lekin men ishonmadim. Kelsangiz mana jumib turgan bo'lsangiz, men siz anda chiqargan so'rni jiddiy topolmay qolmayki, Rushengu siz anda turgan ekan yurak so'qishim tezlashib ketdi ekan-ku meni. Bu ko'zingiz yomon, chiroyli ko'z ekan. Qarang, mana shirkat turgan ekan, hammalar o'zimizdan besiylar, chiroyli hal qilgan ishlarni hal qilsak bo'ldi. Bunda urushsaqma endi xiridalar kirib qolsa sat turdi. Shundan Rushengu, bu ikki xizmat ishim endi yoshlik bilan endi siz metrlarni o'lchab qilgan ekansiz, jo'ngshuchimikin deb qopti. Asli siz jo'ngshuchi emas, siz nima ishga uni xiridalar qilsa sat turmadi shirkat o'zi nima deb. Brother, shuna ranjman, bizda o'tgan yer bo'lsa ranjman. Men sizni bosh kirgan chiqqaningizda faqat siz masalatangizni jo'ngshuchi faqat o'xshamaysiz-ki. Men faqat unda qo'yilmagan. Siz o'zingizni dedingiz-ku, men xizmat mas'uliyati bilan keldim deb. Shuni mushu ishga xizmat ishini bir tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz, mushu oddiy kallangiz bilan hech narsani tushunmabdi. Siz nima ish keldingiz, mushu bir tushuntiring. Bir minut vaqtingizni chiqib. Sizlar bu birodering bunda qarab, bunda doirib bir tushundigan saviyada emas, saviya faqat yo'q. Mushu ikkisi Unda shu obdan anlanglar. Men o'zimni bir tunishtirib o'tay. Quloqlaringizdan tutib olmasizlar. Mening ismim Murat, Murat. Men yerda kelmoqchi bo'lgan Lola direktorining yordamchisi. Nimasi? Yordamchisi. Qolgan ishlarni ish tushgandan keyin ish tushgan chog'da bilib qolasizlar. Asta brother ekran. Voy, baldirat nimamsiz deyman. Qudangni nimada qopal nimasan? Mana ilmiy madaniy ko'rishmamiz qarama qo'llarini og'ritib qilayotgan uni. Ranjman brother, ranjman. Ishkili tanishib olgan ekan, aloqadochilikdan buningizga bilan o'tirib ishlaymiz emas, buningizga texnik yaqin bo'lishimiz brother. Unda qilyapsiz, bo'lmaydi. Mana bo'ldi ranjman. Endi ag'inlab qilmizda qanday men xizmatlashning yo'li boshqa, uqdingmi? Men unda qo'pollik qilmayman, yoqtirmayman, faqat yoqtirmayman, uqdingmi? Yoqtirmaysiz. Faqat yoqtirmayman. 我们先说这个工作的事情行不行？把总经理的这个消息跟我们说一下吧。你还不知道吗？Unda o'zcha qulog'ingizdan tutib olinglar. Ma bizning Lola direktorchi intayin chiroyli, yosh, bo'ylari ingiz, zilla, ko'zlari buloqdek, eg'izlari o'ymoqdek, bir odam qarsil yaxshi ko'rib qolgandek iqtidorli yosh direktor. Bu qatim o'z kelishdan burun men ishxonaning tafsilotini obdan bilib kelgandim, meni avatdi. Shuncha kelganingiz bo'ldi, bu yerga to'g'ri o'tdi. Biz ishxona ishida tushunmagan yerlarimiz bo'lsa, mana men Lola direktor uchun tushuntirdim. O'zim tushundim. Hey. Yosh. Chiroyli deb ketdingiz. Men shuni dedimmi? O'roq. İlgiz qamlashgan iqtidorli tirishchan direktor dedim men. Qada qilsa, saqlaniki. Undaysa, bizdan qulan tiqitmayju. Lola kelgancha boshqa o'qitalar ketsa, qo'rqmaydi bo'lsa sen. Unda qizlar masalatimiz bilan tanishib faqat qamlashmaydi. Sami?
şu. Bunda medeniyet sapası tan oğlanmaydı. Top eskilerden tan oğlanmaydı. Ha, merak ettim. Hala direktör kes. Çokum bizde hayal canlandırmıştı değil mi? Hayacansız, pek hayacansız. Niye hoca donşu bir şey? 我们啊，不关心这个总经理才华有多少，长得有多漂亮，我们最关心的就是他结婚了没有啊？在没？ Brother. Koymuşunu bilmem sizler. Lale direktörçü intayin kesip yüzünü atletken direktör. Tek hiç toy kılmadı. Oy, toyum yana hiç kırılmadı da. Ey, Tanışımız biz Tural'la tanış bolgan. Aslında bir var yoga aslında bir yoğunda ayal mı var? Kotun mu ki? Kadın emas, kız. ishxona ishga ketgan bo'lsangizni bizni qat'iy unutib qolmaysizlar. Voy bu bek ish ketdi ku ha? Bu yoq Murat. Lola hadim. Lola muavin bosh direktor. Bu shirkatga yangidan muavin direktor bo'lib keldi.